da'vat maydonida yurgan ayollar bor. Ayollarga ilm, ta'lim, ma'rifat o'rgatayotgan ayollar bor. Bu ayollarga eng oliy namuna Hadicha bint Huvaylid roziyallohu anha. Biz Hadicha onamizni hayotini o'qib borar ekanmiz, ayol kishining o'rni hayotda qanchalik muhim ekanligini har safar ko'ryapmiz va bunga amin bo'lyapmiz. Chunki agar ayol kishi yelkasidagi mas'uliyatni his qilsa, 5 mahal namozini o'qisa, ro'zasini tutsa, erini rozi qilib turib, yana ahli ilmlar bilan bo'lib turib, ayollarda o'rtasida mana shu ilmni yoyishlikka harakat qiladigan bo'lsa, birodarlar, bu katta quvvat, katta kuch. Chunki ayollar jamiyatning yarmi, balki undan ko'proq desak, adashgan bo'lmaymiz. Ayollar bor, vafodor eriga, ayollar bor, bunaqa emas. Shunday ayollar ham bor. Erining ishlari zo'r bo'lganda, oshiq olchi bo'lganda yonida turadi. Bunaqalar kam endi, lekin bor shunaqalar ham. Ishi orqaga ketsa erini yoki ozgina bir kasal bo'lsa yoki jamiyatdagi bir mavqei, hurmati orqaga qaytib qoladigan bo'lsa, tashab ketadigan ayollar ham bor. Bunaqa ayollarni Alloh taoloning huzurida hech qanday ulushi yo'q. Bularga hech qanday bir umid ham yo'q ularga, agar shunday qiladigan bo'lsa. Chunki va kayfa ta'khuzunahu va qad afza baynakum ila ba'd va akhadna minkum mithaqan ghaliza. Alloh taolo aytadi, axir bir-biringiz bilan qo'shilib er-xotinga aytayapti. Ular, ya'ni xotinlaringiz sizlardan qat'iy ahdi paymon olganlaridan so'ng qanday qilib uni mahrni qaytarib olursiz? Bu yerdagi mithaqan ghaliza kalimasiga e'tibor beramiz. Bir-biringlarga qattiq ahdi paymon bergansizlar. Ya'ni sog' bo'lganda ham, kasalda ham birga bo'lamiz. Boy bo'lganda, faqir bo'lganda ham, yaxshi kunda ham, yomon kunda ham, kengchilikda ham, torchilikda ham birga bo'lamiz deb bir-biringlarga va'da berdinglar. Bu va'daga kim guvoh bo'ldi? Alloh azza va jalla guvoh bo'ldi. Demak, haqiqiy mo'mina ayol erini doim yonida turadi. Va mana shu ayol jannatga kirganda ham erini yonida turishlikka loyiq bo'ladi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makka ni fath qilganlarida hijratning 8-yilida musulmonlarning bayrog'ini Hadicha onamizning qabrini yoniga o'rnatdi. Chunki Hadicha onamiz Makka ni fath bo'lishlikni ko'rib ko'zi quvona olmagan edi. Hech bo'lmaganda odamlar bilib qo'ysin. Payg'ambarimiz Hadicha onamizning o'rniga qabrini oldiga o'rnatdi bayroqni, ya'ni mana shu ayolni shu g'alabada hissasi katta ekanligini payg'ambarimiz sahobalarga bildirib qo'ymoqchi bo'ldi. O'tib ketgan bo'lsa ham Rasululloh bu ayolini qilgan mehnatini qadrlar edi. Er-xotin o'rtasida birodarlar vafo bo'lishligi kerak. Vafo bo'lishligi kerak. Agar erkak kishi men erkakman deb turib, xotinini mensimasa, sen kimsan? Sen hech narsa emassan. Men seni boqayapman, men seni kiydiryapman, sen nolsan deb tursa, bu kishi haqiqiy johil ekan. Chunki bu faqat johil kishidan sodir bo'ladigan so'z va fe'l. Chunki birodarlar, ayol ham erkakka o'xshab iymon keltiradi, savobli amal qiladi, yuksaladi. Allohning huzurida bularga ham bir xos makon bor. Faqat Alloh taolo zaifa qilib yaratgan. Shuning uchun zaifa. Insof qilib aytaylik. Farzandlarni kim tarbiya qiladi? Jamiyatga mo'min, axloqli, insofli odamni kim tayyorlab beradi? Ayol kishi. Ayol kishi. Siz ko'chada yurasiz, erkak kishi, bolani kim tarbiya qiladi? Ayol kishi. Hadicha onamiz aytish mumkin bo'lsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vaziri edi. Vaziri edi. Ibn Hisham shunday deydi. Hadicha roziyallohu anha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning vaziri edi. Endi har qanday podshohga vazir kerak. Chunki mamlakatda ishini boshqarishlikda bitta o'zi bu ishni uddala olmaydi. Maslahat beradigan, buyurgan ishini yetkazib qo'yadigan, bir ishini borib turib nazorat qiladigan vazir kerak. Vazir qanchalik vafodor bo'lsa, ishiga sidqidildan yondoshadigan bo'lsa, bu podshohni o'zini mamlakatini boshqarishligi zo'r ketadi. Hadicha onamiz tufayli Alloh taolo payg'ambarimizdan juda ko'p mashaqqatlarni ko'tardi. Aytdik-ku, Hadicha onamiz bori burdini shunday to'kib berdi payg'ambarning yo'lida, Allohning roziligini yo'lida. Payg'ambarimiz ko'chadan siqilib kelganda ko'nini ko'taradigan kim edi? Hadicha onamiz edi. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Hadicha onamizning ko'magi juda ham katta bo'lgan. Birodarlar, hayot qiyin narsa. Hayot muammolari ko'p bo'lgan katta bir ko'cha.
Erkak kishi mana shu ko'chada qiynalib mashaqqat bilan kelar ekan, agar ayolidan unsni, mehrni topsa, bu mashaqqatlar yengishligi, bularga sabr qilishligi oson bo'ladi. Agar er xotin o'rtasida iymoniy aloqa bo'ladigan bo'lsa, bu xonadonni hayotdagi mashaqqatlar yengishi oson bo'ladi. Tof kelsangiz ham xursand, tof kelmasangiz ham xursand. Abersangiz ham rozi, abermasangiz ham rozi. Bunaqa ayol ne'mat, birodarlar. Robbana atina fid dunya hasana. Parvardigoro bizga dunyoda hasanot bergin. Va fil oxirati hasana. Oxiratda ham hasanot bergin. Dunyoda hasanoti deyildi ulamolar tomonidan. Soliha ayol edi. O'g'il bola, agar senga mo'mina, soliha qiz duch kelgan bo'lsa, dunyo saodatiga erishib qolsan. O'g'il bolani baxti to'rtta narsada. Keng hovli, yaxshi qo'shni, foydali markab, yaxshi emas, foydali. Foydali markab, soliha ayol. Ad-dunya mata'un va khayru mata'iha al-mar'atu as-soliha dedi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam imomi Muslimdan. Dunyo o'zi mato, bu matoning eng afzali, yaxshisi soliha ayol dedi. Birodarlar, mana uylanmagan ukalar. Agarchi siz bilan biz o'zimizni haromdan saqlasak, ikki dunyoda Alloh taolo siz bilan bizga o'zi kifoya qiladi ishlarimizga. Saodatli oila, saodatli turmush qurishligimiz uchun nima kerak bo'lsa, Alloh o'zi shu narsani yaratib beradi. Muhimi nima bo'laylik? O'zimizni pokiza saqlaylik.